Yo'q, eshitdingmi? Ashatgani qilishing kerak. Ha, bo'ldi janob mer, olib kelish kerak bo'lsa. Unda jo'na tezroq. Ha, mayli, hozir borib kelaman unda. Bo'pti, faqat kam bo'lib qolmasin. Ha, bo'pti, mayli janob mer, unda men ketdim, tezroq olib kelay. Obbo, janob mer ham o'zini xizmatkor deb o'ylaydimi? Hamma ishni menga buyuraveradi. Hozir borib endi o'rmondan bir stak daraxt olib kelishim kerak. Bir stak daraxtni men qayerdan olaman? O'rmonimizda o'zi bor bo'lsa bir 10-15 ta daraxt bor. Ular hammasini kesishimga to'g'ri keladimi shunda? Ha, mayli, endi nima ham derdim, janob mer buyurdimi, bajarish kerak. Bo'lmasa oylikni bermaydi. Oylikni berish uchun esa hamma aytganini qilishimga to'g'ri keladi o'zi. Xizmatkorlar ham manchalik ko'p ish qilmasa kerak. No, bilmadim endi. Obunachilar, sizlarga assalomu alaykum. Albatta kanalga obuna bo'linglar, chunki nimagadir obuna bo'lmayapsizlar. Bilmayman, balki sizlarga har bir videoda aytishim kerakdir obuna bo'linglar deb. Shuning uchun obuna bo'lmayapsizlar shekilli. Aytmayapman, bilyapsizlarmi? Videolarda birortasiga obuna bo'linglar deb aytayapman sizlarga. Hozir aytdim obuna bo'linglar deb. Ko'ryapsizlarmi? Qaroch zerikayapman-da, nima qilay obunachilar, hozir daraxt chopib kelish kerak. Janob meram har xil ishlar buyuraveradi. Kecha bilasizlarmi qanaqa ish buyurdi? Kecha kelib dedi, meni uyimda shipirib ber dedi. Men xotinim ham uyini shipirib beradi. Xotini bor-ku, tayyor. Aytgancha bu qishloqdagi janob merning xotini yo'q-ku. Demak, bu janob merni uylantirish kerak. Uylantirmasa bu hamma ishini menga qildiraveradi. Agar xotini bo'lsa, qilib berardi. Tushunmadim, bu yerda qanaqa sandiq bor. Mayli, qandaydir sandiq bor ekan. Hozir bu sandiqni ham unpacking qilamiz birgalikda, ichida nima borligini ko'ramiz, lekin hayronman, o'rmonning ichida nima edi? Sandiq nima qilyapti bu yerda? Hayronman, mayli, ustini ochib olaylik. Qani, tak, ochilmayapti, og'ir ekan u. Mana ochildi. Ichida xarita va qanaqadir kalit bor ekan. Qanaqa kalit bu, tushunmadim. Kimning narsasi ekan bu? Qanday xarita bu? Qishlog'imizning xaritasi ekan. Bu yerda xazina bor ekan shekilli. Bitta narsa belgilangan ekan. Mayli. Tabii bu hozircha shunday turib tursin, egasini topganimdan keyin egasiga berib yuboraman. Menga kerak yo'q bu narsani. Kimdir qo'yib ketgandir-da shu yerga. O'zidan o'zi paydo bo'lib qolmasa kerak, yo o'zidan o'zi paydo bo'ldimi ekan. Hayronman borib, balki jitellar xazlashib qo'yib ketgan bo'lishi ham mumkin xaritani. Kimdir topib olsa o'sha xaritani ortidan borib garang bo'lsin deb. No, rostdan ham xaritadan ortida xazina bo'lishi ham mumkin. Endi uni aniqlash uchun albatta xazinani ortidan borish kerak, ya'ni xaritani ortidan xazinaga qarab borish kerak. Lekin men to'g'risi hozircha bo'sh vaqtim yo'q. Hatto bir stak daraxt olib borib berish ham oson ish emas-ku, to'g'rimi? Oson ish bo'lganda olib borib berardim. Hozir yarim stak olib borsam, janob mer shunda menga oyligimni yarim qilib beradimi? Yarmini qolgan yarimini olib borganimni keyin beradim shunda. Bilmadim. O'shani aniqlashtirib olganimda edi axir, janob merdan so'rardim keyin, agar rostdan ham yarmini hozir olib borib bersam bo'lganda, keyin qolgan yarmini erta-petda olib borib bersam ham bo'laverarmidi, bilmayman. Mayli, endi bitta ishni yarim ish qilgandan ko'ra birdaniga hammasini qilib borganim yaxshi. Nima farqi bor? To'g'rimi? Sizlar vaqtinglarni olmayapman. To'g'rimi, obunachilar? Sizlar ham kommentariyada nimadir yozinglar. Men hamma любой videoni boshidan oxirigacha tinmay gapiraman. Sizlar ham nimadirlar yozinglar, o'qib chiqaman. Bugun nima bo'ldi? Misol, hayotingizda qanaqa voqealar bo'lyapti? Ishlar qanday ketyapti? O'qishlar qanday ketyapti? Endi o'qish yo'q, kanikul bilaman. Ishlar qanday ketyapti? Dam olish qanaqa ketyapti, eng muhimi. Issiqda qanday bo'lyapti? Issiqda yonmayapsizlarmi ish qilib? Ehtiyot bo'linglar, lekin bor muzdek suvlar ichinglar, lekin muzdek ichib tag'in tomoqda ortmanglar-da. Unaqa muzdek ichmanglar-da. Endi salqinlanish uchun oz-ozdan muzdek ichimlik ichib o'tirish kerak-da, bu issiqdan qutulish uchun, ya'ni pana bo'lish uchunmi, bilmayman. O'shanga endi nima deysizlarga, shunaqa maslahatlar berib turmasam bo'lmaydi-da. Issiqda vaqti ehtiyot bo'lish kerak. Agar boshdan issiq o'tib ketsa, dabdala bor-ku. Mana bir stak daraxt ham tayyor. Endi esa qaytib borishim kerak. To'xtanglar, shu yerda g'alati nima turgandi. Nima edi? Qarochi sandiq. Nimaga shu yerda sandiq turgandi, hayronman. Kimdir shu yerga sandiq tashib ketgan shekilli. O'sha kim tashlab ketgani? Stop. Kim bu? O'tda qayerga yurib kelyapti? Hech qilib meni ortimdan quvlamayaptimi? Rostdan kim meni ortimdan kelyapti ekan? Yo, jetel qo'shadi, bitta ko'zi qonga to'lgan kelyapti. Tushunmadim. Qayoqqa ketdi? Tushunmadim. Ha, mayli, balki ishi bordir, lekin nimaga meni ortimdan quvdi, tushunmadim. Voy Jo'xa, mana shu seni izlab yurgandi bugun. To'xta. Kim edi bu? Nimaga meni izlaydi? Bilmadim, ishim bor dedi. Nimaga hozir menga aytmadi? Qo'shniki tentak. Kechirasan, bilmasdan haligi bilmay qoldim, to'g'risi. Mayli, hech narsa qilmaydi. Obunachilar, rostdan ham bitta o'rganimga o'lib qolishni bilmagandim, o'lib qoldi. Ha, mayli, hech narsa qilmaydi. Janob merga, janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Va alaykum, bir kunda 8-6 marta salom berasan-a? Xohlasangiz assalomu alaykum. Mana 8-7 marta daraxtlarni olib keldim. Daraxtlarni birinchi, qarochi nima edi? Nimangizga qo'yib qo'ydim, birinchi yashigingizga. Ha, mayli.
Aha, bo'pti, unda men ketdim. Bo'pti, rahmat, sog' bo'l. Aha, mayli, siz ham sog' bo'ling. Atak nima sog' bo'lasiz, bilmayman, aksirkangiz yo'q-ku. Bo'pti. Lekin rostdan men bu xaritaga qiziqib ketyapman. Oxirida nima bor ekan? Agar birorta jeytlar aldab tashlab ketgan bo'lsa, undan yomoni yo'q. Yana loh bo'laman. Loh bo'lmasligi uchun bormaslik kerak yoki boraymikan? Bilmadim, o'ylab ko'rish kerak. No, borsam ham bo'ladi, bormasam ham bo'ladi. Video olsam ham bo'ladi, borsam ham bo'ladi. Polizda ishlasam ham bo'ladi, borsam ham bo'ladi. Ketdim, xaritangizdan boraman, karoch. Rossa qiziqyapman bor. Xo'p, birinchi buni qayoqqa borishni aniqlashtirish kerak. Qayoqqa borar ekan? To'g'ri yurish kerak deyaptimi? Bu tomonga burish kerakligini ko'rsatyapti. Shu tomondan to'g'ri borish kerak ekan. Aytgancha obunachilar, mana bitta meni eski shaldaroq aravam bor. Buni nima qilsam ekan? Metallonga topshirib yuboraymikan yoki sotib yuboraymikan? Sotsam shu metallon oladi-da, boshqa qayerga olardi? Yo'q, quvorish kerak, juda ham eski mashina. Bagajda narsa ham hisob bo'lmaydi, hatto kichkinagina bagajchasi bor. Orqasida o'tirgan odam attraksionda o'tiribmanmi, qayerda o'tiribman, molxonada o'tiribmanmi deb o'ylab qoladi. Molxonada o'ylab qoladi. Molxonada o'tiribman deb o'ylab qolsa kerak, menimcha rostdan ham, chunki uji qaranglar orqasida Abdalla yotibdi. Mayli, davom etamiz. Shu yerdan boshlagandimmi? Shu yerdan shekilli. Bu yoqdan kelib bu yoqqa burilish kerak ekan. Xo'p, keyinchi sal bundayroq. Endi to'g'ri yuraverish kerak ekan, yuraverish kerak, keyin burilish kerak ekan. Shu tomonga shekilli. To'g'ri ketyapman. To'g'ri yurish kerak ekan. Bu xaritani oxirida ish qilib, xazinami foydaliroq narsa bo'lsin-da, vaqtim ketganga yarasha. To'g'ri yurib, endi o'ng tomonga deyapti. O'ng tomonda devor bor-ki, qanday o'taman bu yerdan? Mayli, eshigidan kirib o'tib ketamiz. Endi yana shu tomon ko'rsatyapti. Stop. Mana shu yer ekan oxirgi joy. Bu yerda nima bor? Bu yerda hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Demak, jetel yaramaslar aldagan, obbo yaramaslari toshtirmay beri qo'yib qo'ygan. Mana yo'limni ostiga qo'yib qo'yganda, bo'lmayapti. Borib kirkamni olib kelishga to'g'ri keladi endi. Mana shu birato'la kirkani olib kelsam bo'lardi-ku, lekin nimaga olib kelmadim? Shu mana shu yerdan shu yergacha aylanib keldim. To'g'ri, bunday kelsam bo'lmasmidi? Endi xaritaga shunaqa qilib kiritgan bilmayman, balki meni charchatmoqchi bo'lgandir yoki o'sha ma'ni emas, aynan boradigan odam charchatmoqchi bo'lgan shekilli, rostdan ham. Bo'pti, hozir ochamiz bu yerda. Problema emas. Chunki bittagina tosh ekan, toshni sindirish qiyin ish emas men uchun. Shuna toshni sindirib turib ichkariga kirib ko'raman. Nima bor ekan ichida? Rossa qiziqyapman bor, rostdan ham. Balki shuni tayda albatta bilaman taydaligini. Chunki xaritada qaranglar, shu joy ko'rsatilgan mana, shu joy. Endi buni ochish kerak. Tak, aytgancha bizda kalit bor. Kalit bilan ochish kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, shekilli ochildi. Kalit shu yerda turibdi. 3 ta kalit ekan. Menimcha ikkitasi zapaska bo'lsa kerak. Tak, ichkarida nima bor ekan? Qanaqadir podval. Bu binoda oldin podval bor yo'qligini bilmasdim, lekin rostdan ham. Demak, podval bor ekan. Olmani nima qilaman? Mayli, tosh tushirib qoldirib ketay. Hozircha toshga kerak yo'q. Ichkarida nima bor ekan rostdan ham? G'alati, mayli. Kalitni olib ketay o'zim bilan. Kimdirki ustimdan qulflab ketmasin yana. Keyin dabdala bo'ladi. Undan yomoni yo'q. O'shaning uchun kalitni tashlab yurmaslik kerak bu yerga. Oho, namuncha katta bu yo'q. Desam tor ekanda, uzun ekan. Mayli, aniqlashtiramiz hozir. Bu yerda fakil qo'yilgan. Oho, shuncha ko'mir, uni qaranglar. Bu ko'mirlarni olsam borib sotsam, u bo'yib ketsam kerak desam adashaman. Chunki ko'mir sotib oho, mana yerda ham bor ekan. Bo'yir ekanman rostdan ham. Kolami? Da, kola. Kim kolani xazina deb yashirib qo'ydi bu yerga? Tushunmadim. Bu yerda hot-dogmi? Da, rostdan ham hot-dog. Demak, hot-dog bilan kola shunda xazinami? Qaysi ahmoq hot-dog bilan kolani xazina deb turib yashirib qo'ydi? U kallasi ishlaydimi o'zi? Yo, ishlamaydimi ekan? Bilmadim, ehtiyot bo'lish kerak. Juda ehtiyot bo'lmasam bo'lmaydi. Kim bor ekan ichkarida? Yo'q, kelding-ku oxiri. Kimsiz tushunmadim. Men sening obunachingman. Obunachimisiz? Rostdan obunachingman, ishonmayapsanmi? Yo'q, ishonyapman. Nimaga kelganingni bilasanmi? Yo'q, shunga ham hayronman. Xaritani berchi. Mana xaritaga to'g'ri kiritgan ekanman. Xullas, men sen bilan o'tirib choy ichmoqchi edim, tamaddi qilmoqchi edim. Lekin qishloqda tamaddi qiladigan bo'lsam, jittelar qo'ymasligini bildim. O'shaning uchun seni shu yerga chaqirdim. Rostdanmi? Rostdan. Sen mashhur bo'lib ko'tarilib ketsang, keyin sen bilan bir dasturxon tugul, bir joyda turishni o'zi ham bo'lmaydi. O'shanga aytayapman. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Men jahl ko'tarilib ketsam, siz bilan o'tiraverardim. Yaxshi, unda men seni yaxshi ko'raman-da, obunachingman. Rahmat. Sen bilan rasmga tushsak bo'ladimi? Bo'ladi, to'xtang, selfie qo'ramiz unda. Davay. Mana qarang, kulib turing. Mana bo'ldi, endi Telegramdan tashlab ber. Xo'p, tashlab beraman. Telegramnikingizda ayting. Xayrobrinni o'zbekchasi.
Xerobrinni o'zbekchasi deb yozaymi yoki ma'nosi bormi? Yo'q, Xerobrinni o'zbekchasi deb yoz. Ha, bo'pti. Ha, bo'ldi, chiqdi, tashlab yubordim. Ha, rahmat katta. Endi xoddakdan ol. Ikkitami? Endi ikkalamizga ikkita yarashardi-yu, biz erkak kishimiz ko'proq yeyishimiz kerak. To'ppa to'g'ri bo'ladi. Oling-da oyoqnasiz, to'xtayman. Sizga bitta obunachim bo'lgan olma beraman. Mazza qilib yeysiz. Yerga tushib ketdi-yu, atak artib yeboring, kiyimingizni pachiga atsangiz ham bo'laveradi-yu. Xaritangiz ham kerak emas endi vashsheda. Qayerqaligingizni bildim-u. Rahmat jo'q alaykum kelganing uchun. Arzimaydi, brat. Davay oling.